Qashqadaryolik sportchi Shahzod Uzoqov, ya'ni Gold, 3 yildan ortiqroq muddatga qamalgani aytilmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda bugun 17-mart kuni Toshkent shahar sudi kassatsiya instansiya sudida taniqli MMA jangchimiz Gold Shahzod Uzoqovga hukm o'qilgan. Uzoqovning advokati Shohrux Mirzabekovning ma'lum qilishicha, sud tomonidan prokuror kiritgan kassatsiya protesti to'liq qanoatlantirilib, ozodlikni cheklash jazosi ozodlikdan mahrum etish jazosiga almashtirilgan va Shahzod Uzoqovga 3 yildan ortiqroq muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Shu tariqa muxlislar orasida katta qiziqish uyg'otgan bu ish yuzasidan yakuniy sud qarori chiqarildi. Sport jamoatchiligi esa hali ham ushbu holatga turli xil fikrlar bildirmoqda. Keyingi jarayonlar va rasmiy ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. Biz esa sportchimizning oila a'zolari va o'ziga sabr tilab, bu kunlar tezroq ortda qolishini kutib qolamiz.